Assalomu alaykum obunachilar. 26 oktyabr 2025-yilda chisloni aytishimiz sababi eng kech pishadigan mevalardan behid deyilsa, behidan ham kech pishadigan meva bor ekan, esdan chiqib qolibdi. Bu olmani mana Pink Lady Rozgulov sorti. O'zimiz bog'da, xudo xolasa, hosillari juda chiroyli bo'ldi. Ko'rib turganlaringdek, bu olma tabiatan mana Quvadamiz, Farg'ona viloyati Quva tumani Yangichek qishlog'idan olinyapti video. Necha issiqroq hudud, boshqa joylarga nisbatan mevalar ertakroq pishadi. Kechki mevalarda bu deyarli farq qilmaydi-yu, lekin baribir issiq hududda yozda shu olma o'tkazgan. Kuyish kam, juda ham mana kuyish yo'q, ko'rib turibsizlar. Rang olishga kelsak, rangi normal holatda. Bu olmani ham plus minusi bo'lgandek, bunda ham bor, shu ozmoz mana shu uchidan yorilishi mumkin. U ham yaxshi qaralsa yorilmaydi. Bark bilan mevani balansini to'g'ri ushlasa, sovuqqa qolmasdan uzilsa, shunaqa bo'ladi. Bu olma kech dekabr oyida ham uzildi. Sovuq -3 gradus deyilyapti. Lekin ko'rib turganlaringdek juda chiroyli tarzda mana rang olib, hammasi hosil zo'r, sorkashlik yo'qsa ham bo'laveradi, chunki o'tgan yil ham videolarni qo'yganmiz, ko'rgansizlar. Bu yil ham mana shuncha hosilda. O'rtoqlar, kimga bu olmani ko'chatlari qiziq bo'lsa, bizni kanal orqali sotib olishlari mumkin. Telefon raqamlarimizni qo'yib ketamiz. Videoga like bosib, bizni qo'llashda davom etinglar. Telefon nomerlarimizni aytaveramiz: 90 560 50 34. Qo'shni davlatda kuzatayotganlar bo'lsa ham ko'chatlari Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'istongacha yetkazib beramiz. Ko'chatlari M106 yarim pakana intensivlikda ham bor, salbasimga tortadigan, sinniroz o'suvchida ham bor. Mana shu ko'rib turgan daraxtlaring o'suvchi payvandayda bo'lgan. Ekkanmiz, shuni hisobiga hosil zo'r. Mana taylarigacha 2-3 xil payvanddayda ko'chatlari sotuvda bor. Bog'lanib bizdan xarid qilishlari mumkin. Sog' bo'linglar, videoga like bosishni unutmaysizlar.